Parkovkasi ham bor. Xullas, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Uychi bolalar. Sergeli Sputnik 16A da 7 qavatli g'ishtli uyimizning 7-qavati Orientir metro 5-bekatdan ozgina yuriladi. 3 xona, 4 xona qilingan, 71 kvadrat metr. Ipotekaga ham to'g'ri keladi. Uyimizning narxi $64,000, kirib yashashga tayyor. Uyimizda cho'pli pol qilib qo'yishdi, ikkita razdelniy sanuzellari bilan bitta baho beramiz, ko'rib boqinglar. Hop, kirib olgan bu uzun koridorimiz, o'ng qo'limizda kuxnya joylashgan. Bu mana mehmonxonamiz va tashqarida visachi balkon bor. Uyimizning holati yaxshi. Remonti yaxshi. Bu domlarda o'z cho'pli pol yo'q. Okamiz koridor bilan ikkita razdelniy sanuzel bor. Alohida ikkita sanuzel, ikkalasiga cho'pli pol qilishibdi. Bu yerda mana bitta xonamiz, kattalar yotoqxonasi. Bu yerda sanuzel bor, cho'pli pol va bu yerda ham sanuzel, bu yerda ham cho'pli pol. Bitta katta xonani ikkiga bo'lishgan. Xullas, uyimiz ipotekaga ham to'g'ri keladi. Uyimizning narxi $64,000. Ozgina sunnatiga o't beriladigan joy bor. Manzil Sergeli Sputnik 16A, 3 xona, 4 xona planirovka. Kvadraturasi 72 kvadrat metr. Hammaga rahmat. Tomimizda ham skla sifatida foydalansanglar bo'ladi.